Boshlang'ich ta'limni o'qiganimda yaxshi o'zlashtira olmaganman. Har kuni uch olib kelardim, to'rni zo'rg'a olardim. O'shanda o'qituvchim yoki uyimizga kelardilar yoki adamga telefon qilardilar. O'shanda har kuni adamdan, oyimdan gap eshitardim. Nimaga o'qimaysan? Senga nima yetishmaydi? Oyim o'shanda oldilariga aytuvdilar. Men qilolmagan ishni sen qila olasan. Men o'zimni sizlarga bag'ishladim. Sen endi ilm olib, o'rganib, men qilolmagan ishlarni amalga oshirishing kerak deb. To'g'risini aytsam, men litsey tugatgan vaqtim kim bo'lishimni bilmas edim. Uydagilar aytishdi, meditsinaga bora qolgin, ko'z doktori bo'lgin. Glaznoy juda ham yaxshi ayol kishi uchun ham deyishdi, lekin men meditsinaga umuman qiziqishim yo'q edi. Keyin, "Yo'q, bormayman, o'qimayman men u yerda" dedim. "Mayli" deyishdi. "O'zing bilasan qizim, biz seni zo'rlamaymiz. Xohlagan yo'nalishing bo'yicha nima qilgan, o'zing yaxshi ko'rsang bo'ldi" deyishdi. Keyin MITga topshirdim. 1 yil foundation o'qidik. Keyin bo'pti, mayli nima bo'lsa bo'ldi dedim-da, ITni tanladim. ITdan вообще tushuncham yo'q edi. ITni umuman bilmasdim. Nimaligini men просто yashil kodlar bo'ladi-ku, o'shanaqa deb o'ylardim. O'g'il bolaga nisbatan undan olib qarasak, ayniqsa qizlar uchun hozir imkoniyatlar ko'p. Har doim qizlarni qo'llab-quvvatlaydigan, masalan, IT Ladies bor, Women in Tech bor, yana Girls Talk degan assotsiatsiyalar ochilyapti. Har doim qo'llab-quvvatlagani, shunaqa birinchi bo'lib turib volontyorsadan boshlashadi. Keyin sekin-sekin proyekt ko'tarishadi, ko'tarib tanilib, albatta bular orqasida shunaqa assotsiatsiyalar qo'llab-quvvatlagani hisobiga bunaqa darajaga kelishyapti. Hozir o'zimni proyektim bor. Loyihamiz bilan Xudo xohlasa Prezident Tech Award'da qatnashmoqchimiz. Xudo xohlasa agar yutsak, o'sha televizorlarda, reklamalarda ko'rishni boshlaysizlar. 2 yil oldin Women in Tech Global Parijda bo'lgandi. O'shanda ko'rib, rosa ham borgim keluvdi, rosa ham havas qiluvdim. O'shanda qatnashishni, bo'lib ko'rishni. Keyin Women in Tech volontyorsaga topshirishni boshladim. 2 martalab topshirdim, 3 martalab topshirdim, lekin rad javobi oldim. Har safar xafa bo'lardim ko'rganimda. Mayli, xayrlisi, master bundan ham yaxshisi kutayotgandir deb. Keyin mana shu yil qishda link ko'rib qoldim. U ham Women in Tech'dan edi, lekin men uni Global Summit uchun bo'lganini bilmasdan turib registratsiya qildim, to'g'risi. Keyinchalik ovqat qotganimda o'z umidim yo'q edi bundan. Men o'tamanmi, o'ta olmaymanmi? Keyin ovqat qilib o'tirdim, nima SMS keldi Gmaildan. Tabriklaymiz, qabul qilinibsiz. Sizga bepul bilet yuboramiz degan. Borasizmi dedi. Ha dedim. Sразу javob yozdim, rasmimni ham tashlab berdim adamdan, hech kimdan so'ramadim. Keyin adamga aytgani qo'rqdim, 4 kunlab, 5 kunlab yurdim, nima qilsam ekan deb ro'za vaqtlariga to'g'ri kelardi. Keyin sekin oyimga aytdim, boshda oyim jahllar chiqadi deb o'ylagandim. Yo'q, navarot adamga aytish uchun menga yordamlashib birga aytdilar. O'shanda adamga qarab turdim, hozir sen mendan so'ramasdan aytib qo'yding. Xo'p deb deydilar deb o'ylasam, bo'ldi qizim, o'zim boraman dedilar. Nima kerak bo'lsa qilib beraman dedilar. Qatnashasizmi? Biz sizni tanladik. Bizga atvetini aytvoring hozir deyishganda, "Ha, boraman. Hammasini o'zim to'layman" deb rasmlarimgacha tashlab berdim. Adam to'lab beruvdilar, ha, olib borib nima qildilar. Keyin biz Yelena degan nima bilan tanishdim. Yelena bilan tanishdim. U ham bizning delegatsiya deydi. Ularni delegatsiya meni Youz delegate deb tanlab olishdi. Ular menga yordam berdilar. Posolstvoga bordik, elchixonada hammasini hal qildik. Otel, bron, aviabilet hammasini ular bilan hal qildik. Keyin birga uchib ketdik. Adamning reyslari boshqa bo'lib qoldi, lekin birga ketdik. Keyin o'sha yerda birinchi kun borib qo'ndik.
kechroq yig'di. Ertasi kuni o'sha biz ekspoga ketishimiz kerak edi. Charchaganmiz, nima qilganmiz, borib tayyorlanib ertasi kuni chiqib ketdik, registratsiya qilib, ekspoda qatnashdik. Juda ham katta joy, juda ham chiroyli joyda. Hamma borib ko'rishi kerak menimcha. Biz u yerda O'zbekiston nomidan ishtirok etdik. Har xil davlatdan kelishgandi. Juda ham chiroyli qilib qurilgan, ayniqsa Xorazmga asoslanib qurilgan ekan O'zbekiston pavilyoni. U hali oktyabrgacha bo'ladi. Keyin O'zbekistonga olib kelishar ekan. O'zbekistonliklar ham ko'rsa bo'ladi. Eng katta qolarli nimasi ikkinchi kun edi. Konferensiyada bizda gala dinner bo'lishi kerak edi va ozgina kech qoldim, chunki orada uxlab qoldim. O'shanda yugurib tushdik. Biz O'zbekistonga Youz Engagement Award mukofotini taqdim qilishdik. Bundan meni xabarim yo'q edi. Hamma videoga o'tdi, o'zbekistonliklar, bizning delegatsiya tushmadim. Keyin birdan O'zbekiston deb chaqirishdi, shu bilan sahnaga chiqdik, mukofotni oldik. Olgandan keyin bildim qanaqa mukofot olganimiz, qanaqa katta mukofotga erishganimiz. Kamola Sobirova ham juda ham ich-ichlaridan xursand bo'lib, ko'z yoshlariga to'lib rahmat aytib nima qildilar? Anna Ambrazeyevich bilan birgalikda IT sohasida eng ko'p yoshlarni o'ziga jalb qilgan davlat sifatida olindi. 2025-yil ichida. To'g'risini aytsam, men litsey tugatgan vaqtim kim bo'lishimni bilmas edim. Uyda kelayotishda meditsinaga bora qolgan, ko'z doktori bo'lgan, glaznoy juda ham yaxshi ayol kishi uchun ham deyishdi, lekin men meditsinaga umuman qiziqishim yo'q edi. Keyin yo'q, bormayman, o'qimayman men o'tda dedim. Mayli deyishdi, o'zing bilasan qizim, biz seni zo'rlamaymiz. Xohlagan yo'nalishing bo'yicha nima qilgan, o'zing yaxshi ko'rsang bo'ldi deyishdi. Keyin MITga topshirdim. 1 yil foundation o'qidik. Foundationda fakultet tanlamadik. Keyin fakultet tanlashimiz kerak edi. Bu yerda meni hech qanaqa qiziqadigan yo'nalishim yo'q edi. Turizm, ekonomika bilan meniki emas edi. Keyin bo'pti, mayli nima bo'lsa bo'ldi dedim-da, ITni tanladim. ITdan вообще tushuncham yo'q edi. ITni umuman bilmasdim. Nimaligini, men prosta yashil kodlar bo'ladi-ku, o'shanaqa deb o'ylardim. ITni o'zi unaqa emas ekan, umuman unaqa emas ekan. Keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin mana shu fakultetda o'qib, Albison akademiyasiga bordim. U yerda 1 yil o'qidim, front-end bo'lib chiqdim. Keyinchalik mehrim tushishni boshladi. Shu yo'nalishga keyin hakatonlarda qatnashib, o'z ustimda ishlab, hozir afsuslanmayman lekin IT tanlaganimga. Boshlang'ich ta'limni o'qiganimda gimnaziyada, maktabida o'qiganman. Umum ta'lim maktab bo'lib turib, matematikaga chuqur qaratilgan maktab bo'lgan. Men juda ham qiynalganman. Matematikadan hozirgacha ozgina qiynalaman. Yaxshi o'zlashtira olmaganman. O'shanda ko'p nima deydi? Yaxshi o'zlashtira olmaganman. Har kuni uch olib kelardim, to'rni zo'rg'a olardim. O'shanda o'qituvchim yoki uyimizga kelardilar yoki adamga telefon qilardilar. O'shanda har kuni adamdan, oyimdan gap eshitardim. Nimaga o'qimaysan, senga nima yetishmaydi deb turib, keyinchalik litseyda kirganimda qoldi bu o'qishga qiziqish paydo bo'ldi. Ungacha rosa problemli bola bo'lganman. Ko'p urishardim, juda ham sho'x bo'lganman. Ko'p urishardim, bolalar bilan urishardim, o'qimas edim. Litseyga kirib o'zimni bosib, o'qishga qiziqishim paydo bo'lib, oyim o'shanda oldilariga aytuvdilar. Men qilmagan ishni sen qila olasan. Men o'zimni sizlarga bag'ishladim. Sen endi ilm olib, o'rganib, men qilmagan ishlarni amalga oshirishing kerak deb. O'shanda o'sha aqlim joyida qiz bo'lganim uchun o'zimga olib turib o'qishni boshlagandim. O'zlari erisha olmagan narsalarga meni erishtirishga har doim harakat qildilar. Men oilada eng katta farzand, eng katta nevaraman. Bu juda ham katta mas'uliyat ekan bir tomondan. Chunki siz ular uchun birinchi bo'lasiz, ular siz uchun birinchi bo'ladi. Hech kim opti bo'lmas ekan bir-biriga nisbatan. O'shanda sekin-sekin nima qilib bir-birimizga o'rganib, lekin hamma ota-onalar qo'lidan kelgancha bolasiga tarbiya bergani harakat qiladi. Men ham o'zim ota-onamning tarbiyasini albatta eng yaxshilardan biri deb bilaman. Har doim qo'llab-quvvatlashadi, shirin so'zlar bilan
yiqilganimda turg'izishadi, unda ishlagim kelmasa yoki bo'ldi o'qimayman deb ITni necha marta tashlamoqchi bo'lganman qiynalganimdan, lekin har safar qila olasan deb ushlab turishgan. Men boshqa IT sohasini boshqa yo'nalishini ham o'rganib ko'rmoqchiman. Chunki front-end bilsangiz agar meni yo'nalishim front-end va back-endni hozirda AI o'rnini bosib oldi. Sun'iy intellekt juda ham yaxshi yozib bera olmasa ham kodini, lekin уже yarim yildan keyin, 1 yildan keyin front-end bilan back-endni sun'iy intellektni o'zi qilib bera oladi. Shuning uchun ITda juda ham sohalar ko'p. Juda ham katta soha bo'lgani uchun har xil yo'nalishlarni o'rganib ko'rmoqchiman. Ayniqsa qizlar uchun hozir imkoniyatlar ko'p. O'g'il bolalarga nisbatan undan olib qarasak, har doim qizlarni qo'llab-quvvatlaydigan, masalan, IT Ladies bor, Women in Tech bor, yana Girls Talk degan assotsiatsiyalar ochilyapti. Har doim qo'llab-quvvatlagani va shunaqa birinchi bo'lib turib volontyorsadan boshlashadi. Keyin sekin proyekt ko'tarishadi, ko'tarib tanilib, albatta bular orqasida shunaqa assotsiatsiyalar qo'llab-quvvatlagani hisobiga bunaqa darajaga kelishyapti. Bu nimalar bo'lmaganda biz qila olmasdik menimcha hech nima. Qizlarga imkoniyat tomonidan masalan IT Ladies'da biz o'tgan yili qatnashuvdik, top 3 taliga kiruvdi proyektimiz. O'shanda IT Ladies bizani proyektimizni kunuzga berdi. Ularning yordamlarida biz proyektni ko'tarib chiqdik, kunuzda reportaj qilib, keyinchalik Alisher Sadullayevning yordamchilari bizga aloqaga chiqdilar. Ular bilan birgalikda ko'rishdik, ular bizga investitsiya qildilar. Agar menimcha bunaqa assotsiatsiyalar bo'lmaganida, qizlarning orqasida bunaqa assotsiatsiyalar qo'llab-quvvatlash bo'lmaganida edi, bunchalik darajaga kela olmas edi. Hozir o'zimni proyektim bor, komanda bilan birga qilayotganimiz Rotation degan. Bizning veb-saytimiz tayyor bo'lib chiqdi. Instagram akkaunt ochdik va hozir u tomonlama yurg'izishni boshladik. Bu bizda HR ni o'rnini bosadigan platforma bo'lyapti. U kompaniyalar bilan ham ishlaymiz, ko'proq studentlar uchun ham 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan studentlarni qo'llab-quvvatlovchi platforma bo'ladi. Aynan bizning platformaga kirib turib ish topadi. Mana bir kunlik ish ham topa oladi yoki bir haftaga ham ish topa oladi, ileji 1 yil, 2 yilga ham katta krupniy kompaniyalardan ish ola oladi. Loyihamiz bilan xudo xohlasa Prezident Tech Award'da qatnashmoqchimiz. Xudo xohlasa agar yutsak, o'sha televizorlarda, reklamalarda ko'rishni boshlaysizlar. 4 ta qiz, 2 ta o'g'il bola birga ishlaymiz. Women in Tech Global Summit'da biz Yours Engagement Award mukofotini olganimizda MIT'da men haqimda post chiqdi. Oldi O'zbekiston nomidan qatnashib deganda adamga yubordim. Adam birinchi marta menga sen bilan faxrlanaman qizim dedilar. Men o'shanda ich-ichimdan motivatsiya sezdim. Bundan ham demak yaxshilarni qilaman hali. Xudo xolasa magistraturaga Harvardga topshiraman ham degan fikr keldi. Shunga hozir harakat qilyapman. Rejam hozirda Huawei kompaniyasida stajyor sifatida ishlayapman. Stajirovkadan o'tyapman. IELTSga o'qib turib, IELTSga tayyorlanib, o'z ustimda yanada ishlab, mukofotlarimni ko'paytirib, magistratura yo'nalishiga topshirib ko'rmoqchiman. IT yo'nalishida, IT va STEM yo'nalishida o'zimni kelajagimni qurmoqchiman. Kelajagimni ko'ryapman. Mana ko'pchilik so'rashadi, IT yo'nalishida qanaqa qilib ko'tarilsam bo'ladi, qanaqa qilib boshlasam bo'ladi, nima qilishni bilmayman deyshadi. Hozirda O'zbekistonda, ayniqsa Toshkentda juda ham ko'p qizlar uchun imkoniyatlar yaratildi, juda ham ko'p eventlar bo'ladi. O'sha eventlarga borib, o'zini ko'rsatib, qatnashib, o'ziga o'sha yerdan mentor topib turib, yordam so'rab, o'zini masalan volontyorstvodan boshlasa bo'ladi, birinchi etap volontyor bo'ladi, keyinchalik o'sha volontyorlar boshi bo'lishi mumkin. Keyin mana shunaqa odam o'zini ustida ishlashni boshlaganida chetdagilar ham, katta rahbarlar ham uni ko'rishni boshlaydi. O'shanda bu yaxshi qiz, bu o'z ustida ishlaydigan qiz deb turib, unga yanada ko'proq imkoniyatlar berishni boshlashadi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, to'xtamasin, nimadirdan boshlash kerak, nimadirdan boshlasin, har xil eventlarga borsin, qatnashsin, sekin-sekin shunaqa ko'tariladi.